Avam psixikasining harakatlarimizda ifodalanishi. Avam psixikasi yana puhralarning yoki toplumning psixikasi debmi atiladi. Bu bir xil psixikalik hodisa bo'lib, bir toplumdagi kishilarning, shu toplumdagi ko'p sonli kishilarning e'tiqodi, harakati yoki pozitsiyasiga ergashishini ko'rsatadi. Bu xil xohish kishilarning qaror chiqarish yoki harakat qilishida o'zining hukmi yoki xosligini qurbon qilish badaliga kelgan bo'ladi. Avam psixikasining amaliy turmushdagi misollari. Avam psixikasini tarixiy va faraz qilingan ahvollardan, shundaqla kundalik turmushning har qaysi taraflaridan bayqag'ili bo'ladi. Ya'ni moda iqimidan tortib mablag' silish, hatto siyosiy hamkorlikgacha. Tövəndə avam psixikasining tarqalishi va ta'sirini ifodalab beradigan bir qancha misollarni keltiramiz. Pay bozoridagi ko'piklar. Mablag' solg'uvchilar cho'ng iqimga ergishib, qimmati eshishi mumkin deb faraz qilingan pay chekini setib olib, pul muomala ko'piki va keyingi kasodchilikni keltirib chiqarishi mumkin. İnternet va uy mulk sohasidagi ko'piklar mana mushu avam psixikasi keltirib chiqargan bozorning muqimsizligi va iqtisodiy ziyonning tipik misoli. Moda iqimi. Kishilar hamisha moda kiyimlarning uslubi va markalarini tanlashda ko'pchilikning yoqtirish yoki yoqtirmasligining ta'siriga uchraydi. Moda iqimga qor quyuq ergishish va tezla voz kechish qilmishi muhit ham iqtisodga ko'rinarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, haddidan ziyoda isrofchilik va shaxsiy moliyaga besim akilish degandek. Ijtimoiy taratqu. Vabodak tez tarqalayotgan mazmunlar va qiziq nuqtaga aylanayotgan hisobotlarga yoki moda bo'layotgan qilmishlarga ergishish qatorliqlarni avam psixikasiga munosabatlik deyishga bo'ladi. Bundaq hadislar aks sada çemberki shakllantirib, bu çemberak doirasi ichida kishilar asosliqi o'zining hozirgi e'tiqodi va moyilligiga mos keladigan mazmunlar bilan uchrashadi. Shu orqali o'xshamagan har taraflama ko'z qarashlar bilan uchrashishi cheklamaga uchraydi hamda mavjud bo'lib turayotgan bir taraflama qarashni kuchaytiradi. Siyosiy harakatlar. Kishilarning moda iqim ko'z qarashlari va ideyalarining ta'siriga uchrashi normal ahvol. Hatto Aşı göz qarash va ideyalarni yetarli tushunmagan yoki qo'llamagan taqdirdimi? Tarixdagi oshqun siyosiy harakatlarning qo'zg'alishidagi ba'zi sabablar avam psixikasi bilan munosabatlik deyishga bo'ladi. Chunki kishilar chetga qiqilishdan yoki ziyonkashlikka uchrashdan ansirab asosliq iqimga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Natsist Germaniyasining bosh ko'tarishi buning bir asosliq misoli. Andishilik setivilish. Kishilar ma'lum krizisga duch kelganda aloqzodalik ichida muhim turmush lozimatliklarini zapas saqlab olish sababidan narsa keraklarning uzilib qolishini keltirib chiqarib, vaziyatni texmo keskinlashtirib yetishi mumkin. COVID-19 vabosi tarqalgan mezgillarda tozliq qog'ozi, qo'l yuvadigan sopun va maska qatorliq narsalarni vahima ichida keng ko'lamda setib olish ahvollari yuz berib, ortiqcha besim va xiris paydo qilgan. Avam psixikasining alomatlarini qanday bayqag'ili bo'ladi? O'zimiz va boshqalardagi avam psixikasini tuvandagi bir qancha alomatlardan bayqay olamiz. Moslashishchanlik. Kishilar ilgari o'xshamagan fikrda bo'lgan taqdirdami o'zining o'xshamagan e'tiqod yoki harakatlarini ko'p sonliqlar bilan moslashtirish uchun o'zgartirishi mumkin. Bu har xil usullar bilan ifodalanadi. Ya'ni ijtimoiy taratqulardagi keng tarqalayotgan fikrlarni qabul qilishdan tortib, eng yangi moda iqimiga ergashishgacha. Arg'i ilinmaslik andishisi. Moda iqim yoki faoliyatlarda arg'i ilinmaslik yoki chatga qiqilish andishisi kishilarni moslashishga majburlaydi. Arg'i ilinmaslik andishisi kishini hayajonga soladigan qaror chiqarishga yetaklaydi. Hamda eng yangi xabar, yuzlanish va voqealarni bilib, davomli yangilab turishga muhtoj qiladi. Guruhlashgan qutblashish. Kishilar bir guruh ichida o'zaro ta'sir ko'rsatganda, texmi oshqon ideyalarni qabul qilib, guruhining kollektiv e'tiqodini kuchaytirishi mumkin. Shuning bilan ziddiyat keskinlashib, oz sonliqlarning ko'z qarashi chetga qiqiladigan, guruh a'zolari o'rtaq fikrlarni tanqidiy o'ylash hamda muvofiq qaror chiqarishning o'rniga kollektivning fikrini muhim o'ringa qo'yadigan ahvollar kelib chiqishi mumkin. Qarshi fikrni bostirish. Kishilarning o'xshamaydigan ko'z qarashlarini o'ttirg'a qo'yish yoki hozirgi ahvolga jang e'lon qilishni xohlamasligi fikr va qaror chiqarishda atrofliq bo'la olmaslikni keltirib chiqaradi.
Ba'zi ahvollarda bu xil bostirish tanqidiy ovozlarning jimiq turib etilishi sababidan yo'shirin masalalar yoki boshqacha ko'z qarashlar yetarli e'tiborga erisholmaslikdek ahvollar yuz beradi. Avam psixikasining orqasidagi prinsiplarni tushunganda, uning hayotimizga ko'rsatgan ta'sirini to'nib yetamiz hamda qanday qilganda texmo oqilanlik bilan tanlashni o'rgana-olasiz. Avam psixikasining ta'sirini to'nib yetganimizda, kuchlik ijtimoiy besimga duch kelgan taqdirdami, o'zimizning xosligi va o'z erkimizni saqlab qola olamiz. Nimishqa hech hojati bo'lmagan chaqlardimi kishilar to'piga agishimiz? Avam psixikasining kelib chiqish sabablari nurg'un bo'lsa-mu, eng muhimlaridan biri ijtimoiy ta'siri. İnsanlar aslida ijtimoiy mavjudiyat bo'lg'achqa, hamisha boshqalardan yo'l yo'riq so'rashga yoki tasdiq izlashga muhtoj bo'ladi. Bo'libmi, aniqsiz ahvollarda texmi shundoq. Bu tabiiy holda moslashishni keltirib chiqaradi. İnsanlarning miyasi osonlikni qo'g'lashga moyil bo'lib, tanqidiy fikr yurgizishning o'rniga ba'zida boshqalarning ko'z qarashi va yetaklashiga tayinishni ravo ko'radi. Hissiy jihatdagi bir taraflamalikning misoli jazmlashtirish bir taraflamaligi bo'lib, bu avam psixikasining shakllanishiga hamda o'zida bor bo'lgan e'tiqodni qo'llashga munosabatlik uchurlarni tanlash va izlashga hassa qo'sha oladi. Odatdagi kishilardami to'plumning qoidalariga moslashish va tava bo'lish istagi bo'ladi. Bu bexatarlik tuyg'usi va qabul qilinish tuyg'usini paydo qiladi. Gerçi kişiler qo'shnilarining fikri va qiliqlarini ancha yoqtirib ketmasa-mu, ba'zida yaklanishdan ansirab ularga agishadi. Kishilar boshqalarning qiliqlarini ko'zitib, ularning to'g'ri fikrini asos qilganligiga ishonganda, shularga agishib domino effekti paydo qilishi mumkin. Bu to'g'ri bo'lmagan yoki xato yetaklaydigan e'tiqod yoki harakatlarning butun guruhida tez tarqalishini keltirib chiqaradi. Avam psixikasi hamisha yomon ishmi? Avam psixikasi qisman ahvollarda aktiv ta'sirlarni paydo qila oladi. Bilim kamchil bo'lganda, kishilarning bilimi yoki tajribasi cheklik bo'lgan ahvol ostida ko'p sonli kishilarning tanlashiga agishish texmi yaxshi natijaga boshlaydi. Chunki bir to'plumdagi kollektivning bilimi har qanday bir shaxsnikidan eshib ketadi. Hamkorlik to'g'riligini oshirganda, masalan, masalalarni hamkorlashib hal qilish yoki faraz qilish chorasi ko'pincha hollarda ayrim mutaxassislarningga qaraganda texmi to'g'ri bo'ladi. Wikipedia qatorliq tor ensiklopediyasining muvaffaqiyati buning bir misoli. Wikipedia kollektivning bilimi va tirishchanligi ustiga qurilgan. Abonentlar zo'r miqdordagi asarlarni to'plash, yangilash va qo'g'dashga mas'ul. Kollektivning inoqligi muhim bo'lganda, bir to'plumdagi kishilarning hammasi o'xshash qoidaga amal qilganda, guruh a'zolari texmi yaxshi hamkorlasha oladi va texmi bog'lanishni his qila oladi. Bunday qilish bo'libmi bir tur ustida hamkorlashmoqchi bo'lganda yoki kollektiv qaror chiqarishga to'g'ri kelganda intayin muhim. Cho'qim tez qaror chiqarishga to'g'ri kelganda. Tez qaror chiqarishga to'g'ri kelganda, guruhdagi kollektivning hukmiga tayonganda jarayonni tezlatib, vaqtni tejab qolg'ili bo'ladi. Bunday qilish krizisga yoki qattiq besimga duch kelganda tezdan harakatga o'tishga foydali. Qandaqla bo'lmasin, to'plumga agishishning yo'shirin foydasi va xavf-xatarni astoydillik bilan silishtirish kerak. Bu shaxsiyatning bostirilishi, xato uchurlarning tarqalishi va kollektivning harakatiga asosan xato qaror chiqarish ehtimolligi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. O'zi uchun o'ylashni o'rganish. Avam psixikasiga agishishga qarshi turish hamisha undaq osonga to'xtamaydi. Bo'libmi atrofingizga hammaylar ma'lum usulda o'ylanayotgan yoki harakat qilayotgandek bilinganda, qandaqla bo'lmasin, o'zi uchun o'ylashni bilish, nishoniy va qimmat qarashiga mos keladigan ishonchli qarorlarni chiqarishda intayin muhim. Avam psixikasining ta'siriga qarshi turish va xoslik engini saqlab qolish uchun tuvandagi strategiyalarni yo'lga qo'yishni o'ylashib beqing. O'zingizga bo'lgan tonishni yetildiring. Qilmishlaringizning haqiqiy o'zingizni aks ettirayotgan yoki tashqi besimlarning ta'siriga uchrayotganligiga hukm qilish uchun doim prinsiplaringiz, e'tiqodingiz va moyilligingiz haqida o'ylanib turing. Qarorlik holda o'zingiz haqida o'ylanishni davomlashtirsangiz, texmi kuchli kimlik tuyg'usiga ega bo'lasiz hamda bu orqali texmi to'g'ri qarorlarni chiqara olishingiz mumkin. Tanqidiy tafakkurni qabul qiling. Umumlashgan fikrlar va yuzlanishlarning to'g'riligiga savol qo'ying. Qaror chiqarishdan ilgari foydali va foydasiz taraflarni o'lchang. Kuchlik tanqidiy tafakkur iqtidorini yetildirganda, avam psixikasining jalb qilishiga bardoshlik berib,
texmi atrofliq va amaliy tanlash elib borg'ili bo'ladi. Har xil ko'z qarashlar ustida izdining. O'xshamagan ko'z qarash, orqa ko'rinish va tajribaga ega kishilar bilan suhbatlashib, masalalar haqida texmi keng doirada tushunish hosil qilib, kollektiv tafakkurdan saqlaning. Aktivlik bilan o'xshamagan qarashlar ustida izlanganning o'zining qiyoslari ustidan g'olib kelishga hamda murakkab temalarni texmi inchga tushunishga yordami bo'ladi. Aniqsizlikdan ansirab ketmang. Qisman ahvollarda aniqsizlik his qilishning normal ish ekanligi, ko'pchilikka ergashishning hamisha eng yaxshi tanlash emasligini tunib yeting. Aniqsizlikni qabul qilish o'z his tuyg'ungizga asosan qaror chiqarishingizga hamda besimga qarshi turishingizga yordam beralaydi. O'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiring. G'ururingiz va o'z hukmingizga bo'lgan ishonchingiz kuchaygandala mustaqil qaror chiqara olasiz. O'ziga bo'lgan ishonch oshgandala avom psixikasining ta'siriga o'ngishli taqobil turg'uli va ijtimoiy munosabatlarni texmi mustaqil va qaysarlik bilan hal qilg'ili bo'ladigan yo'l topqili bo'ladi. Avom psixikasiga qarshi turish va mustaqil tanlash orqali o'zimizni va jamiyatimizni yaxshilay olamiz. Bu deganlik tanqidiy tafakkur iqtidorini taraqqiy qildirish va xosligimizni qadrlash deganlikdir. Bunday qilish orqali shaxsning mustaqil fikriga hurmat qilgan asosda kollektiv qaror chiqara oladigan, texmi ko'p xillashgan hamda sig'dirishchan jamiyat barpo qilg'ili bo'ladi. Muhim nuqtalar. Avom psixikasi deganlik kishilar to'piga ergashish xohishi bo'lib, hamisha shaxsiy hukmni besib tushadi. U kishilarning moda iqim, siyosiy sohalardagi qilmishlariga hamda krizisga duch kelgan chog'dagi inkosiga kuchli ta'sir ko'rsata oladi. Avom psixikasining alomatlari qutblashish, yo'qotib qo'yishdan ansirash va moslashish besimi qatorliqlar bo'lib, bularning hammasi mustaqil fikrni bostirib, o'xshamagan o'y fikrlarning bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Avom psixikasi hamisha ziyonli bo'lmasa-mu, supatsiz qarorlarning ilinishiga sabab bo'lib qoladi. Shunga o'zini bilish, tanqidiy fikr yurgizish, o'xshamagan ko'z qarashlar ustida izdinish va aniqsizlikdan bak ansirab ketmaslik kerak.